Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun Qo'qonda havolar ham issiq, bahor havosi bo'lib ketdi. Bunga sabab bizni qaynoq narxlarimiz bo'lishi ham mumkin. Mana bizda Tunis xurmolarimiz 40 ming so'mdan, Tunis shoxli xurmolari xuddi daraxtdan uzib yegandek bo'lasiz, 60 ming so'm kilosi. Mazaffati 32 ming so'm. Kalut xurmomiz 32 ming so'm. Ashar zahidi degani 32 ming so'm. Mejjol xurmolarimizning 1 kilolik, 2 kilolik variantlari 145 ming so'm, 160 ming so'm. Sukkari rutob degani, bunisi sochliroq, ichida asali borga o'xshagan ajoyib xurmo. Bunisi mufattali, nisbatan quruqroq bo'ladi. Ajvalarimiz ham har xil turlari bor. Narxlari 150 ming so'mdan boshlanib 140 ming so'm, 160 ming so'm, 220 ming so'm razmerida farqi bo'ladi. Upakovkali xurmolarimiz ham Mazaffati 40 ming so'm 1 kilolik. Ashar 18 ming so'm yarim kiloligi. Mana Tunis xurmolarimiz 25 ming so'm. Har xil turlaridan bor, kelaverasizlar. Mejjol xurmolarimiz ham mana 1 kilolik juda ajoyib upakovkada sovg'aga olib borgani ham, yegani ham ancha go'shtli zo'r bo'ladi. Ramazonga quvvat bo'lsin deganlar uchun mana ataylab mayiz yong'oqlarni ham olib kelib qo'ydik. Quvvat bo'ladi Ramazonda. Kelaverasizlar. Hammalaringni Pista markazida kutib qolaman.